Bugun quvvatim bor, shijoatim bor. Har bir yumushimdan to'ladi ko'nglim. Yoshim o'tib, senga bo'lsam muhtoj zor. Yelga tutib, doim tog' bo'lgan o'g'lim. Bugun salomatman, shukr, ming shukr. Ko'zlarim porloqdir, toparman yo'lim. Keksalikda olsin desang gar huzur. Ko'nglim gullatuvchi bog' bo'lgan o'g'lim. Seni bor umidlarim oshgandan oshar. Baxtingni tilashdan duoda qo'lim. Yaxshi bo'lsang, onang ming yillar yashar. Iymoni but inson bo'lgan jon o'g'lim. Men sendan nimalar kutyapman axir. Bo'largina bir kun o'ngim ham so'lim. Menga seni berib siylagan Robbim. Suyansam qulamas tog' bo'lgan o'g'lim. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Bugun sizlarni bog'chalarga biz bitta chiroyligina pahlavon o'g'lonimizni tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun keldik. Bolajonlar, bugun mana kimni tug'ilgan kuni bugun? Alpinni tug'ilgan kuni necha kun bo'ldi? 5 kun bo'ldi. Umringiz uzun bo'lsin, o'g'lim tug'ilgan kunida tabriklaymiz. Sizni dadajoningiz Ulug'bek, ayajoningiz Malikaxon
va barcha yaqinlaringiz nomidan, barcha opalaringiz nomidan, eng yosh do'stlaringiz nomidan tabriklaymiz. Xursandsiz sovg'alarimizdan. Bolalar, sizlarni tarbiyalashi kimlar ketdi? Panda bilan ayollar ketdi. Xursandmisizlar? Bugun sizlarni xursand qilish uchun, oilangizni turmushga tashlash uchun keldik. Oybek o'g'lim, sizga ota-onangiz nomidanchi chiroyli tilaklarimiz bor. O'g'lim, orzularim qanotsan o'zing bolam. Onangizlar bu sababsan jonim bolam. Alloh bergan suyanchig'im bo'lsin erkatoy. Sen borsanki bu dunyoda kamim bo'lmas. Yuragimning quvvat sog'lig'im bo'lmas. Baxtimga sen sog' salomat bo'lsin bas. Qarindoshing bo'lsin erkatoy. O'g'lim dunyoga shunga bo'lsa, bozorlar elham. Sovg'a yoqdimi? Qani sovg'asini lekin ko'raylikchi. Oybek keling cho'ling. Qani nima ekan? Qani nima ekan u? Voy zo'r narsa ekan. Qulluq bo'lsin o'g'lim. Endi tabrik uchun so'zni Oybekning ustozi Feruza opaga so'z beramiz. Keling, opa, tabriklab qo'ying. Assalomu alaykum. Hurmatli onajonimiz. Tug'ilgan kuningiz bilan Oybek o'g'lim tabriklayman. Ota-onangiz baxtiga sog' bo'ling. Hamisha farzandlaringizni rohatini ko'ring. Onajonimizga rahmat. Bolalarimiz juda xursand. Rahmat shu tadbirga uyushtirib berganinglar uchun. Endi do'stlari ham tabriklaydimi? O'rtoqlari, do'stlari. Alaykum tabriklayman. Alaykum tabriklayman. Tabriklayman. Zamonaviy nuqta.uz taqdim etadi.
beryapmiz. Mana shu bolalar bizga mashg'ulot berishadimi? Ustozni ko'rsatib bersangiz bajarishadi. Hammamiz chetga chiqib olamiz. Atrofga o'tib borasizlar. Bo'la ola. Rahmat bolalarga minnatdorchilik bildiramiz. Ustozimizga ham katta rahmat. Chiroyli ta'lim bergan hamma ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Ishinglarga Allohim yor va madadkor bo'lsin. Hamisha el yurtida yuzinglar yorug' bo'lsin. Endi Storat chiqayapti deb Bolajonlar hammalarni hayratga solgan pushtoyimiz qayerga chiqadi u? Balandga chiqadi. Rahmat ayiq bo'lmaslarni xursand qilishga harakat qildi. Endi bolajonlar Oybekni 4 daqiqasi bilan 5 ta qilib berasizlar. Kim chaqqon o'yinini o'ynaymiz. Qani Oybek. O'zini gulpasta bo'lsa yana yaxshi, teng bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tashladik. Rahmat. Kim qoldi? Muhammad Sadiq chiqib turasizlar. Bittasini yoqamiz.
Endi o'yinga eng yuqori cho'qqisiga chiqdik. G'olib aniqlanadi. Qani ketdik. Barakallah. Bugungi kun qahramoni va g'olibimiz Oydinni alqishlaymiz. Qani hammamiz alqishlaymiz. Rahmat sizga. Bugun mana hurmatli bolajonlar, Oydinni tug'ilgan kuni sharofati bilan hammalar xursand bo'ldinglarmi? Sizga bayramimiz tashkil qilgan, sizlarga quvonch ulashgan ota-onasidan Alloh rozi bo'lsin. Barchalar sizlarga ham katta rahmat. Endi esdalik jurasiniga tushishdan avval Oybek bitta dadasiga rahmat aytib qo'yadi. Oybek, menga qarang oğlum, menga qarang. Oydin. Dadajon. Rahmat. Baxtimga sog' bo'ling. Bo'ldim. Bo'ldimkan. Sizga bo'ldik. Yana ko'rishamiz. Xudo xohlasa yana sizlarni ham tug'ilgan kunlarga kelamiz. Ungacha xayr. Endi esdalik jurasiniga tushib olinglar.